Assalomu alaykum aziz obunachilar, YouTube kanalimizga xush kelibsiz. Bugun bizda yangi kanal 517 ming obunachilik, 1,5 million obunachiga ega bo'lgan YouTube kanal. Kanalimiz haqida ma'lumot berib o'tamiz. Kanalimiz Andijon auditoriya, Andijonlik akamiz ishlatganlar va polni videolar Andijon lokatsiyasida qo'yilgan. Prosmotrlar soni, yo'nalishi avtoblogerlik, mashina sohasida. Tak. Shorts videolari ham bor. Videolarda ko'ryapsizlar, chislolarni, sanalarni, qachon qo'yilgan, necha oylik videolar. Tak, kanalimizda analitika bo'limiga o'tamiz. Analitika bo'limiga keladigan bo'lsak, 28 kun ichida 53,400 ta prosmotr etgan. Ko'rasizlar, video qo'yilmagan, prosmotr yo'q. 200 ta, 250 ta video qo'yilgan, prosmotr ko'tarilgan. Mana bu yerda ham video qo'yilgan, ozroq, ikkita video qo'yilgan. Prosmotr ozroq tushgan. Bu yerga video qo'yilmagan, umuman prosmotr tushib ketgan. Odam soniga ahamiyat beramiz. Video qo'yilgan. Kuniga 100 tadan odam soni qo'shilgan. Video qo'yish yana internetimiz qotib qoldi. Hozir 1 minut. Tak, internetimizni to'g'riladik. Ko'rishinglar mumkin. Mana video qo'yilgan payti odam yaxshi qo'shilgan. 100 ta, 80 ta, 20 ta qo'shilgan, 60 ta qo'shilgan. Video qo'yish to'xtagan, o'sha odam soni minusga qarab ketgan. Ko'rasizlarmi? Odam soni minusga qarab chiqib ketgan do'stlar. Tak, bu kanalni olib juda ham ko'p mehnat qilish kerak do'stlar. Olib qo'yib, kanalni nomiga bitta-ikkita video qo'yish bo'lmaydi. Olgandan keyin yaxshi video qo'yib, normal vlog qilib yurgizish kerak. 323 ta prosmotr bo'layotgan 48 soat ichida 517 ta obunachisi bor. Kanal ochilgandan beri общий hisobda qancha prosmotr yiqqan ekan? 14 million prosmotr yiqqan, lekin monetizatsiyani yoqmagan. Shunda ham 517 ta obunachi bo'lgan ekan. Tak. Kanalimizda hozirda avtorskiy prava, jalba, strayk unaqa narsalar yo'q. Kanalimiz toza. Monetizatsiya bo'limiga keladigan bo'lsak, monetizatsiyasini 25-aprelda yoqsalaring bo'ladi. Yoqsalaring emas, qayta ariza tashlaring bo'ladi. Ichidagi videolari do'stlar hammasi avtorskiy videolar. O'sha videolar bilan monetizatsiyani yoqishga ham harakat qilib ko'rsalaring bo'ladi. Chunki живой odam borib, o'sha Andijon moshin bozoriga borib, moshinlarni videoga olishgan. Bunaqa videolar do'stlar monetizatsiyani 100% yoqib beradi. Tak, kanalimiz haqida qisqacha ma'lumotni aytib o'tdim do'stlar. Kanal sotmoqchi bo'lsanglar 90-091-56-65 yoki bo'lmasa ko'rishib ham savdo qilaveramiz. Konkretno oladigan odam bo'lsa, qolgan ma'lumotlar Telegram kanalimizda. Narxiga keladigan bo'lsak, 1,5 million obunachisi bilan kanalimiz narxi $799 tashkil qiladi. Kimgadir qiziq bo'lsa, aloqaga chiqinglar, bemalol sotib olishinglar mumkin. Videomiz yoqqan bo'lsa, sizlardan like va podpiska. Hammaga rahmat.